O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti tomonidan yangi davr estrada san'ati ma'naviy, badiiy, ta'limiy kontekstda nomli respublika ilmiy-amaliy anjumani o'tkazildi. Unda soha mutaxassislari, televideniye rejissyorlari, talaba yoshlar hamda respublikadagi madaniyat va san'atga ixtisoslashgan ta'lim muassasalari vakillari, pedagoglar ishtirok etishdi. Anjumanda estrada san'atining bugungi holati, uning ma'naviy, badiiy va ta'limiy ahamiyati atroflicha tahlil qilindi. Yig'ilishimizdan sabab san'at sohasida yangi qadamlar bo'lsin degan niyatda shunday masalalar ko'tarildiki, san'at maktablarida dastur muammolari, kollejlardagi o'quv davrida amaliy darslarni o'tish imkoniyati, ularga yetishmagan masalan soat masalalari, san'at institutiga keladigan kadrlar yetishtirish masalasi, muammo o'sha maktab masalasi bo'ladigan bo'lsa, biz shunday bir takliflar kiritdikki, bizning institutimizdan yuqori malakali pedagoglarni san'at maktablariga dars berish masalasi, ularga bir yo'l yo'riq ko'rsatish masalalari ko'rildi. Men o'ylaymanki, bir tomondan savol qo'yildi va unga yarasha yechimi ham topilib boryapti deb o'ylayman. Tadbir ishtirokchilari estrada san'atining dolzarb masalalariga qaratilgan 50 ga yaqin ma'ruza va taqdimotlar bilan qatnashdi. Shuningdek, yig'ilishda estrada aktyorligi san'ati 3-kurs talabalari ishtirokida professor Timur Rashidov tomonidan sahnalashtirilgan Kuz spektakli namoyish etildi. Estrada deganda biz faqatgina estrada qo'shiqchiligini tushunish kerak emas. Bu yerda estrada qo'shiqchiligi chegaralangan bo'lib qoladi. Mana bizda estrada va ommaviy tomoshalar rejissurasi degan yo'nalish bor. Ya'ni ommaviy bayramlar yo'nalishini qanday qilib amalga oshirish mumkin? Mana hozir shunday bir munozaralar bo'lyaptiki, har kim o'zini taklifini aytyapti. Qanday muammo bor, qanday yutuq bor, qanday qilsak shuni yanada kengroq xalq ommasiga yetkazib, muammolarimizni yetishimiz mumkinligi haqida gap ketyapti. Anjuman yakuniga ko'ra ommaviy bayram va tomoshalarni tashkil etish bo'yicha jahon tajribasi tahlil qilinib, professor o'qituvchilarning malakasini oshirishga doir taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Mazkur tadbir estrada san'ati sohasini yanada rivojlantirish, ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish yo'lida muhim qadam bo'ldi.